Qizlar daraxtlarda shunaqa olmalar ko'p pishib yeyishga ulgurmaydi, nima qilishni bilmayotgan bo'lsanglar o'riginglar, o'rigam bor edi menda, hozir uni tozaladim. Xullas sizlarga nektarli quyuq sok qilishni tavsiya qilaman. Juda ham zo'r, hozir qilamiz birga sizlar bilan. O'rik bilan olmani tozaladim-da. Suv qo'yasizlar. Suv qo'yish kerak. Mana qizlar 5 minut qaynadi. Endi men shakar solaman. Shakarni ozgina soldim. Tapga qarab solasizlar. Shirin narsalarni yoqtirmayman. Sal shirin bo'lsa bo'ldi. Hozir buni endi 2-3 minut qaynatib bo'ldi, o'chirasizlar, sovutasizlar. Mana olparijonlar sovidi. Endi buni blender qilamiz. Agar ruchnoy blenderinglar bo'lsa, osonroq shunday idishni o'zida qilasizlar, lekin menda ruchnoy emas, o'shaning uchun men bu anaqani tayyor narsani blenderga olib o'taman. Qizni to'ldirib oldim, endi buni blender qilamiz. Mana qizlar, blender bo'ldi. Endi buni sitadan o'tkazamiz. Bundoq qo'yasizlar-da. Va mana bunday qilib tursanglar. Mana juda ham oson. Mana po'choq holatda juda. Mana olib tashlaysizlar. Ko'rdinglarmi? Qizlar rangini qaranglar, chiroyliligini, shunaqa chiroyli chiqadi rangi. Sap-sariq chiqadi. Qizlar mana nektarli sokka muzlatib ichsanglar shunaqa zo'r, shunaqa mazali. Olma bilan o'rikka ham vosh zo'r chiqadi. O'rikka o'zidan ham qilsanglar bo'ladi. Olmani o'zidan ham juda mazali qilib ko'ringlar, nektarli sok.